Bolam, asab yarashibdimi? Buvijon, nega uxlamayapsiz? Bolam, nega uxlamading bolam o'zi? Uyqum kelgani yo'q. Bolayering og'ridimi? Umang yo'qmi? Yo'q, hech qayerda og'rigani yo'q. Faqat dadamlarga xonada sarmast bo'lib yotibdilar. Ha, bolam. Dadangga sifat qildilarmi? Mayli bolam. Xafa bo'lma. Xudo xolasa dadangga ham Alloh insof beradi, xo'p? Dorilaringizni ichdingizmi buvijon? Ha, bolajonim, ichdim dorilarimni. Yuqori qariganing sari oyoqlaring kuchdan ketarkan. Yurgani ham holim qolmadi, madorim qolmadi. Adajoningga necha aytdim bolam? Hisobga bergan deb adangga necha pul berdim? Ichib boribdi, hech hisobga bermadi. Buvijon, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Men o'zim sizni Hindistonga borib davolatib kelaman. Xudo xohlasa, hech nimani ko'rmaganday bo'lib yurib ketasiz. Inshaalloh bolajonim, inshaalloh. Hali o'zim duolar qilaman. Hali sizga xastaning hech keragi bo'lmaydi buvijon. Ha, rahmat bolam. Bor, endi uxlay qol. Yaxshi dam ol bolam. Hayır buvijon, yaxshi dam ol. Mayli, yaxshi dam ol bolam. Bolam, qaniydi adang ham senga o'xshasa. Senga o'xshab ibodatlar qilaman desa. Qanday yaxshi bo'lardi. Allohim bolamni qalblarini och. Yomon yo'llarga adashtirma Allohim. Amin. Ey Xudoyim, shu buvijonimga shifo ber. Kechagina eshitib qoldim. Buvijonimni yaqinda oyog'ini kesisharkan. Dadamga bo'lsa insof ber. Shu yomon yo'llardan, ichkiliklardan qaytsinlar. Qanday uydagilaring, buvang yaxshimi? Buvimni sal mazasi yo'q. Oyoqlari og'riyapti. O'shanga hassa so'ragan edilar, olib borib berishim kerak edi. Hassa? Otam ham har kuni barlarda ichib, uyga kelib urishib meni uxlab qoladilar. Yana ichyaptimi? Otangga qachon insof kelar ekan-a? Mayli, sen xafa bo'lmagin. Men dadang bilan o'zim gaplashib qolaman. Emas, og'ring. Olda buvangga borib, o'zing aytgan hassadan olib borasan, bo'ptimi? Xo'p, rahmat kattakon. Yana bir ko'rishamiz, a? Xo'p, Mayli, rahmat. yaxshi borgin. Ha, do'stim. Endi navbat onangami? Yo'lingga qarab durust haydasang-chi, shunaqa ham bo'lasanmi? Nimaga orqaga qaytyapsan endi? Hozir ko'rasan. Bu yoqda qara. Nimani qaray? Bu seni onangmi? Seni onang. Otang rahmatli ham seni deb, seni g'amingda o'lib ketdi. Endi navbat onangami? Qara onangning ahvolini. Topgan pulingni, bergan pullarini maishatga sarflasang, qanday o'g'il bo'lding sen? Ahvolingni qara sen. Hali ham kechmas. Tushib onangdan kechirim so'ra. Bor onangning oldiga. Qara onangni, duosini ol. Har bir ota ona farzandi yashar. Bolasin baxti deb jonini tushar. Ularning baxtiga kim baxtlar qo'shar? Onangizni asrang, onasi borlar. Keksaygan chog'ida holiga qarang. Ularning dunyosin baxtlariga o'rang. Xafa qilmay aslo ko'ngliga qarang.
onangizni asrang, onasi borlar